Ukalar mana yangi partiyalar keldi. Oldingi hatto olgan qo'ylaringizni yarmidan ko'p sotilib ketdi. O Ray Center deydi, nima qildi shu olsa sizlarga qo'y yetkazib bo'lmayapti-yu. Algoritam Ray Centerli ukalar bemalol aloqaga chiqaringlar. Narxi yana ham arzon bo'lib ketdi. 85 mingdan ham bor. Kilosi jivoy bersa ukalar. Hozir kattalarni ham ko'rsatamiz mana ketdi. Shokirboy, men 85 ming devordim, rozimisiz? Beramiz 85 minglik qo'ylarimiz ham. O'zi 90 ming edi, 85 ming bo'lib ketdi. Men bu yerda chiroylilarni ham bitta ko'rsatinglar. Lekin kecha yommoni sotilib ketdi, kattasi. O'sha to'xtating. 147 kilo chiqdimi, Shokirboy? 147 kilo keldi. Ha, $1400 bo'ldi. $1400, 200 ming so'm bo'ldi. O'zimizning Akmal yaqin ukamizni olishdi. Men bu yerda qo'ylarni bitta ko'rsatinglar. Mana jonivorlar. Mana bu yerda voshim chiroylilari bor, 100 kilodan oshuvlari bor. Bir-biridan chiroyli dodalari bor. Mana mamyolarni ham olib ko'ringlar. Mana yana yangi partiyalar keldi. Oldingi haftadagilarni bilmayman, Ray Centerlilar talab tashashdi-ku. Qo'ylar sifatli, yaxshi Bir kunda 67 ta sotilibdi, bir kunda qaranglar. Shu gap bo'lishi mumkin emas. Keverasizlar. Men nomerlarni yozib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar ukalar. Mana katta qo'ylardan mana bu bilan keyin maminisi qoldi, mana rangi tasmaligi. Ha, rangi ochrog'i. Narigisi sotildi. Keyin mana maminisi ham sotildi ukalar. Chiroyliligini qaranglar mana.